hurmatli obunachilar, ko'pchiligiga qiziq bo'ladigan masala haqida hozir video qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, nima haqida gap ketayotganini bilasizlar. Mana ko'rayotganingiz smesitel. Layli rakvinaga, dushga, moykaga qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bir xil bu smesitellarni mana ichida kartrij deyiladi. Mexanizm. Bir deydi, bir xil joystick deydi. Uning ichida mexanizm, shu joystick deymiz. Smesitel yuragi bo'ladi. O'sha yuragi misol ketib qolsa, bir xil tashashga shoshiladi deb uni olib bo'ldi, buni tuzatib bo'lmaydi. Bizilda endi boshqasini olaman deydi. Lekin shu joyda shoshilmaslikni maslahat berardim. Sababi joystick degan narsalar bor mana, mexanizm. O'zi smesitelga yechib ichidan olib kelsanglar, do'kondinglar, bizning do'kon bo'ladimi yo boshqa bo'ladimi? Shahardagi do'konlarda ham sotadi kartrij. Mana shuning ichini shunday almashtirsanglar, smesitellar yana avvalgidek ishlab ketishi mumkin. Shunaqa smesitel bizilgan, tuzatishda qiynalalayotgan, alishtirmoqchi bo'lganlarga bu videoni yuborib qo'yinglar. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Obuna bo'lishni unutmanglar. Yaqinlaringizga tarqatib qo'yinglar.